Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının zor tirishchanligi natijasida Yevropa parlamenti 2026-yili 30 aprel o'tkazilgan umumiy yig'inida Xitoyning Millatlar Ittifoqligi va Taraqqiyot qonunini ayblaydigan o'rtaq qaror loyihasini qabul qildi. Tajovuzchi Xitoy atalmış Millatlar Ittifoqligi va Taraqqiyot qonunini e'lon qilib yo'l qo'ygandan keyin Dünya Uyghur Qurultayi ve Yevropa Parlamenti Uyghur Dostluk Gruppasi zor tirishchanlik ko'rsatib, Yevropa Parlamentini bu haqda tadbir elishga va Xitoyning bu atalmış assimilyatsiya qonunini ayblashga da'vat qilib, bu yil 9 martda Yevropa Parlamenti Bryussel markazi va Yevropa Parlamenti Strasburgda bir yurish lobby faoliyatlarini ilib borgan edi. Shu qatimliq faoliyatda Dünya Uyghur Qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning muavin raisi Zumrattay Erkin, Qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay uchur axborot markazining direktori Iftixor Abdurshid va Qurultay Bryussel ishxonasining mudiri va Qurultayning Yevropa parlamentidagi alayda vakili Bernardo Kaysar qatorliq Qurultay rahbarlari Xitoyning atalmış bu qonunning Uyg'ur xalqi uchun og'ir oqibatlarni elib keldiganligini va necha vaqtdan beri yurgizgan qirg'inchilikni qonunlashtirganligini, shundaqla Xitoyning bu qonunni amaliyotda yillar burunla majburiy yo'l qo'yib, Sharq Turkistonda assimilyatsiya va qirg'inchilik elib berayotganligini bildirib, Yevropa parlamentini amaliy harakat qilishga da'vat qilgan edi. Yevropa parlamentining bu qarori 2026-yili 1-iyuldan boshlab yo'l qo'yilgan bo'lib, Xitoyning yo'l qo'ygan atalmış Millatlar Ittifoqligi qonunini har qaysi millatlarning haq-huquqlarini bostiradigan va majburiy assimilyatsiyani qonunlashtiradigan bir tadbir deb qaralgan va Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquq o'lchamlarini buzish bilan ayblab, tövəndiki asosli nuqtalarni ta'kidlagan. 1. Xitoyning yo'l qo'ygan bu qonuni Xitoy tilining ma'rif va ommaviy sohalarda yakki til sifatida zo'rlab qo'llanilishini ilgari surib, majburiy assimilyatsiyani qonunlashtirdi. Uyg'urcha, Tibetcha va Mo'ng'ulcha qatorliq har qaysi millatlarning tillarini chetga qoqdi. 2. Bu qonun Xitoyning chegarasi sirtidagi kishilarni Millatlar Ittifoqligini buzish bilan ayblash nishoni qilish mumkin bo'lgan moddalarni o'z ichiga olganligi uchun Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarga Xitoy bilan jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimlarini to'xtatish. 3. Xitoyning yangi qonuniy va siyosatlarini ijro qilishga mas'ul bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata Yevropa Ittifoqining dunyoviy kishilik huquq jazo tuzumi doirasida jazo qo'llanish. Kuzatuvchilar bu haqda Yevropa parlamenti tarafidan qabul qilingan bu qaror Xitoyning atalmış Millatlar Ittifoqligi qonunini bekor qilish yoki xalqaro o'lchamlarga mos holda qayta tuzitish uchun Xitoy doiralariga berilgan eng qattiq diplomatik inkoslarning biri bo'lib qoldi deyishmoqda. Bu munosabat bilan Strasburgdan ziyoratimizni qabul qilib, tafsilotlarni ko'rmanlar bilan o'rtoqlashgan Turg'unjon Aloviddin apandim munolarni dedi. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugün Yevropa parlamentida Uyg'urlar haqida nəhayət muhim qararlar ilindi. Xabaringizga o'tgan ay biz Dünya Uyghur Qurultayidan bir hay'at Yevropa parlamentiga kelib, Yevropa parlament a'zolari bilan ko'rishib, Xitoyning yangidan chiqargan Millatlar Ittifoqligi qonuni haqida, bu qonunning yo'lsiz bir qonun ekanligi, bu qonunning maqsadining Uyg'urlarni yo'qotish va boshqa millatlarni, Xitoy bo'lmagan millatlarni yo'qotishdan iborat bir qonun ekanligini, bunga qarshi Yevropa Birligining qaror elishi kerakligi haqida suhbat o'tkazgan edik. Bu haqda Strasburgdagi Yevropa parlamentiga kelgandik. Ondan keyin Brükseldagi Yevropa Birligining markazlariga berib, u yerdagi rahbarlar bilan ko'rishgan edik. Buning natijasida mana bugun nəhayət muhim qaror ilindi. Ya'ni Xitoyning bu yangi chiqargan Millatlar Ittifoqligi qonunining haqiqiy mohiyatini o'tirg'a qo'ydi. Ya'ni bu qonunning haqiqiy maqsadining Uyg'urlarni asos qilgan boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarni butunlay xitoylashtirish, assimilyatsiya qilib
bo'lmaganda irqiy qirg'inchilik bilan yo'qotib etish maqsad qilganligini buni Yevropa parlamenti buni tushunganligini o'tirg'a qo'ygan bo'ldi bu qaror bilan. Andan keyin Xitoy hokimiyatining chet ellardagi Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan chegara halqigan bostirish siyosatlariga qarshi tadbirlar elishning muhim ekanligi, Uyg'urning hech qanday vaqtda Xitoy bilan bo'lgan bir suhbatda Uyg'urlarni qaytarish haqidagi hech qanday bir Xitoy bilan bu haqda suhbat o'tkazmaslikka va Xitoyning bu talablarini qat'iy rad qilish haqida talablar bo'lgan. Undan boshqa yana bu faqat bu umumiy Uyg'urlarga umumiy shaklda emas, balki ba'zi shaxslarga Ilhom To'xtadan iborat mashhur shaxslarga qarta o qarorlar elingan. Bu qarorda Ilhom To'xtaning qo'yib berilishi haqida talablar bo'lgan. Undan boshqa nurg'un Uyg'urlar haqida Uyg'urning haq huquqini qo'g'dash va Uyg'urning xalqarada yashayotgan Uyg'urlarning bexatarligini qo'g'dash degandek nurg'un mazmunlarni o'z ichiga olgan bir qaror bo'ldi. Bu millatimiz uchun xayrli bir qaror. Demak, Yevropa Birligi Xitoyning haqiqiy mohiyatini, Xitoyning boshqa Uyg'urlar boshqa millatlarga bo'lgan niyatining yomonligini, zodi Xitoy bo'lmagan millatlarning hammasining yo'qotib etish nishoniga aylanganligini, bu faqat Xitoyning bu bir qism kishilar tarafidan emas, maxsus davlat siyosati sifatida bu irqiy qirg'inchilikning va bu millatlarni yo'qotish siyosatining elib berilayotganligining isboti shaklda bu qonunning nihoyatda xatarli bir qonun ekanligini va bu qonunni qat'iy to'xtatish kerakligi va haqida qarorlar bo'lib, Xitoy nihoyat qattiq tanqidlangan va buningga mas'ul, ya'ni buningdan sorumlu kishilarni Yevropaga kirgizmaslik va ularga jazo berish haqida bu qaror e'longan. Demak, bu qaror millatimiz uchun xayrli bir qaror. Bundan keyin texmo yuqori darajada bu qarorni icra qildirish haqida biz Yevropa parlamentida yana faoliyatlarimizni jonlantiramiz. Rahmat. Zambiya hökuməti 2026-yılı 5 may seyşənbədən 8 may cümə kunigacha Lusaka xalqaro yig'in markazida o'tkaziladigan Rightskon boshliqlari yig'inining kechiktirilganligini e'lon qilgan. Buning sababini barliq tayyorlik jarayonlarining davlat tartibi, diplomatik kelishimlarga kapolatlik qilish uchun qo'shimcha vaqt talab qilinganligini, taklif qilingan ba'zi so'zlaguvchilar va qatnashchilarning boshqarish va bexatarlik tekshirishlarining hozirgacha tamomlanmaganligini va bu jarayonlar tamomlanguncha yig'inni davomlashtirish Zambiyaning bekitilgan qoida tuzum ramkasiga yoki sohibxon davlat sifatida mas'uliyatiga mos kelmaydiganligini bildirgan. Amaliyotda masalaning asl sababi bo'lsa, Zambiya Xitoy bilan 4-oyning 25-kuni taraqqiyot va hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, Xitoy Zambiyaga kelishim tuzilgan hamkorlik turlarini birlikda ijro qilish uchun yordam puli beradigan bo'lgan bo'lib, Xitoy hukumatı yaqinlashib kelayotgan Rightskon boshliqlari yig'inining Lusakadagi ichilishni bekor qilishni shart qilib, Zambiyaga besim qilgan. Lusakada o'tkaziladigan Rightskon boshliqlari yig'ini dunyodagi raqamli huquq, söz erkinligi va kishilik huquqni muzokara qiladigan danglik munbarlarning biri bo'lib, bu munbarga minglagan qatnashchilar, faoliyatchilar, jurnalistlar va kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashadigan bo'lib, Zambiya hukumatining yig'in boshlanishidan bir qancha kun burun mazkur yig'inning amaldan qoldirilganligini bildirishi qattiq ayblashlarga duch kelgan. Bu yig'inning 2025-yilgi Tayvanda o'tkazilgan va shu qitimliq yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysa, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Uyg'ur harakat tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas, Qurultay fondining raisi va Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon, Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris, Qurultay Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri Saud Mehmet qatorliqlar taklif bilan qatnashib, Uyg'ur masalasining navbatdagi taraqqiyoti, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati, Sharq Turkistonda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqigan bostirish masalasini o'ttirib qo'ygan edi. Shundaqla bu qatimqi yig'inga Dolqin Aysa, Zumratay Erkin, Roshan Abbas va Abdulhakim Idris qatorliqlar taklif qilingan edi.
Zambiya Maliya Ministeri Stumbiko Musukotwani bayonotida bu qarorning Xitoyning besimi va ta'siri ostida ilinganligini yushirib o'ltirmagan va bu qarorning ikki davlatning chiqargan qarorlarining xulosasi ekanligini ta'kidlagan bo'lib, Xitoyning Zambiyadagi bosh elchisi Xanjing Zambiya poytaxti Lukasada ilib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida Zambiyaga yordam puli berish, inson kuchi boyligini tarbiyalash qatorliqlarini davom qildiganligini va Xitoyning Afrika davlatlariga diktatorlik, ko'zitish va nazorat qilish hokim mutlaqlik andisini eksport qilayotganligini yushirib o'ltirmasdan, o'tgan yili taxminan 400 Zambiya amaldori va texnik xodimlarining Xitoyda har xil sohalarda tarbiyalashni qabul qilganligini aytgan. Bu haqda kishilik huquq faoliyatchilari va bu yig'inga qatnashish uchun tayyorlik qilgan tashkilotlar Zambiyaning bu qarorini ayblab, Zambiyaning Xitoyning iqtisodiy to'zg'iga tushmaslikka ogohlantirgan va bu ahvolning dunyoviy huquq va javobgarlik to'g'risidagi suhbatni to'sishning xatarlik bir misolini shakllantirdi deyishgan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Deva Partiyasi millet vekili Ertuğrul Kaya, Türkiye parlamenti ve her qaysi partiyalarni Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilishni aybladi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Türklerine, akrabalarımıza karşı yürüttüğü soykırım gözlerden uzak bir şekilde maalesef devam ediyor değerli arkadaşlar. Çin hükümeti sinsi bir şekilde asimilasyon ve kültürel soykırımına devam ediyor. Çin'le ticaret yapmak, ucuza mal temin etmek, 25 milyon Uygur Türk'üne yapılan soykırıma sessiz kalmanın asla bir nedeni olmaması gerekiyor. Materyalizmin esir aldığı insanlığın bir kısmının bu zulme sessiz kalması tam bir utanç kaynağıdır. Çin hükümeti devasa propaganda aygıtıyla, her türlü algoritmasıyla, etki ajanlarıyla, hatta Türkiye içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle bu zulmün üstünü örtmeye çalışmaktadır. O sözüde her qaysi partiyaning milletvekilleriga qartib, Xitoyning tuqqanlarimiz bo'lgan Uyg'ur turklariga qarshi elib borgan irqiy qirg'inchiligi davomli nazardan soqit qilinyotidi. Ammo Xitoyning qirg'inchilik, osmolatsiya, zulm siyosati hilam jimjit davom qilyotidi va biz buni har fursat va har bir sahnada davomli ifodalab kelyapmiz. Xitoy bilan savdo qilish, arzon baholiq mol bilan ta'minlash, 25 million Uyg'ur turklariga qartilgan irqiy qirg'inchilik qarshisida sukut turishning sababi bo'lmasligi kerak. İnsaniyetning bu rəhimsizlikka sukut qilishi nomussizlik. Xitoy hukumati bu rəhimsizlikni o'zining g'oyat zo'r tashviqot apparatlari, har xil algoritmlar bilan hatto Turkiya ichida faoliyat ilib berayotgan vakolatchilar bilan yapmoqchi bo'lyotdi. Shundaqla bu zulm oldida o'z ixtiyorligi bilan ommaviy tashkilotlar va akademiklar intayin cheklik moliya kuchi bilan bu zulmga qarshi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning ovoz bo'lib kelmoqda. Shuni unutib qolmayli. Hech qanday yolg'onchilik haqiqatning yo'lini to'solmaydi ve oxirida bir söz yangraydi. U bo'lsa-mu Aliya Izzatbegovichning yurakni echishtiradigan so'zlari. Hamma ishlar tugaganda esda saqlaydiganimiz dushmanimizning qilganlari bo'lmasdan, balki do'stlarimizning sukut turishi bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.